Mana shunaqa forma kiymaganimga 10 yil bo'ldi. Davlat tadbirlarida avvallari juda ham ko'p qatnashardim. Oyim sizni juda ham yaxshi ko'radi. Yeduza xonim Norim Matova. Avvalambor assalomu alaykum barchaga. Azizlar, bugun biz bir qator ijodkorlar bilan birgalikda El-yurt faxri unvoni bilan taqdirlandik. Juda xursandmiz. Faqatgina xalq xizmatida yurib, xalq uchun ijod qilib yurganmiz, lekin bugun bizni e'tirof etishibdi. Bundan juda ham minnatdorman. Avvalambor yurtboshimizga rahmat. Bizni e'tirof etgan xalqimizga boshim yerga tekkuncha ta'zim qilaman. Barchaga kattakon rahmat.